Darsni boshlaymizmi, bolalar? Mittivoy, shu yerdamisan? Miau. Ha, boshlaymiz. Bular nima, Adolatxon? Bular mavzuni tushuntirishimiz uchun kerak bo'ladi. Axir, idish-tovoq, kiyim-kechak bularning nima aloqasi bor konstitutsiyani tushuntirishimizga? Odilbek, aslida hamma narsaning bir-biriga bog'liqligi bor. Bugun konstitutsiyaning 12-bobini o'rganamiz. U jamiyatning iqtisodiy negizlari haqida. Bolalar, hayotimizda umuman har qadamimizda iqtisod muhim o'rin tutadi. Buni hozir Adolatxonning g'oyasiga ko'ra mana bu buyumlar bilan tushuntirib beramiz. Men bu yerga yashashimiz, turmushimiz uchun har kuni zarur bo'ladigan narsalarni yig'dim. Iya, Mittivoy qayerga yo'q bo'lib qoldi? Miau. Mana u, yeguliklarning oldida turibdi. Ko'zlari chaqnab turibdi. Miau. Nyam nyam. Yo'q, Mittivoy, ozgina sabr qilsang-chi axir. Ovqatlarni yeb qo'ysang, mavzuni tushuntira olmaymiz. Miau. Do'stlar, yashashimiz uchun juda ko'p narsalar kerak. Buni oddiygina misollar bilan tushuntiraman. Biz doim qandaydir kiyim kiyib yuramiz. Maktabda oq ko'ylak, qora shim, uyda esa qulayroq, bayramlarda bayramona. Ta'lim olish uchun esa kitob, daftar, ruchka va yana va hokazo o'quv qurollari zarur. Ovqatlanmasdan yura olmaymiz. Bizga doim yeguliklar kerak. Bo'lmasa, qornimiz ochqab qoladi. Miau. Xuddi Mittivoyga o'xshab. Bularning hammasi osmondan tushadimi? Xuddi pishloq yomg'iri, sabzi yomg'iri deganidek, ha? Hamma buyumlar osmondan yog'ilib tushsa-ya, tasavvur qiling. Afsuski, unday bo'lmaydi. Adolatxon yig'gan mana bu hamma buyumlarni kimdir ishlab chiqaradi. Ular tadbirkorlardir. Ehtiyoji bor odamlar esa ularni sotib oladi. Jamiyatning iqtisodiy negizlari degani shu. Biz tadbirkorlar ishlab chiqargan narsalarni zaruratimizga ko'ra sotib olamiz. Tadbirkor yana ishlab chiqaraveradi. Avtomobillar, kir yuvadigan mashina, changyutgich, muzlatgich, stol, stul, shkaf, yaqinlarimizning tug'ilgan kuniga sovg'a va hokazo va hokazo. Konstitutsiyamizning 65-moddasi shu haqida. Unda yozilishicha, odamlar farovon yashashiga xizmat qiladigan O'zbekiston iqtisodiyotini xilma-xil shakllardagi mulk tashkil qiladi. Davlat esa ana shu iqtisodiyotni rivojlantiradi. Biz yuqorida aytgan buyumlarni ishlab chiqaradigan tadbirkorlarga sharoit yaratadi. Ularni sotib olganimiz uchun biz iste'molchi hisoblanamiz. Davlat bizni ham huquqlarimizni himoya qiladi. Ya'ni biz sifatli mahsulotlar sotib olishga haqlimiz. Agarda singan o'yinchoqlarni sizga sotishsa, yoqadimi? Albatta yoqmaydi, to'g'rimi? Davlat ana shularni oldini oladi. Ushbu moddada yana davlat bozor munosabatlarini rivojlantiradi va halol raqobat uchun shart-sharoitlar yaratadi deyilgan. Masalan, oddiygina mana shu daftarning har xili bor. Biz yoqtirganimizni va narxi ma'qul bo'lganini sotib olamiz. Demak, bunaqa daftarlarni bir qancha tadbirkorlar ishlab chiqaradi va hamma mahsulotlarini bozorga chiqara oladi. Tadbirkorlar ana shu har xil mahsulotlarni bemalol sota olishlari uchun davlatimiz sharoit yaratib bergan. Ular o'z ustilarida ishlab yanada sifatli daftarlar ishlab chiqarishga harakat qilishadi. Hech kim ularni cheklab, ishlarini to'xtatib qo'yishi mumkin emas. Bu halol raqobatdir. Yuqorida mulk haqida ham gapirdik. Siz mulk nima ekanligini tushunasiz-a? Biz avtomobil, uy yoki o'quv qurollari nima bo'lsa ham o'zimizga zarur narsalarni sotib oldikmi? Endi ular bizning mulkimizga aylandi. Konstitutsiyada belgilanishicha, O'zbekistonda barcha mulk shakllari teng. Oddiygina ruchka ham mulk hisoblanadi, avtomobil ham, va ular daxlsizdir. Ya'ni agar sud qarori bo'lmasa, hech kim bu mulklarni bizdan tortib ola olmaydi. Faqat ayrim hollarda huquqbuzarlik bo'lganda vaqtincha olib qo'yilishi ham mumkin. Masalan, yo'l harakati qoidalari buzilsa yoki texnik ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, avtomobil jarima maydoniga qo'yilishi mumkin. Va konstitutsiyamizning 66-moddasiga ko'ra, bu mulklarga biz o'z xohishimizcha egalik qilamiz, undan foydalanamiz. Mittivoyning paypog'i esingizdadir? Mushukchamiz uni hech kimga bermaydi. Lekin uning bitta yomon odati bor. Qanday odati? U paypog'ini duch kelgan joyga yechib o'tadi. Mana hozir ham paypoqning bir poyi gultuvakdagi gul yaprog'ida qo'nib turibdi. Ha, to'g'ri aytasan, Adolatxon. Men ham bu paypoqni ko'p ko'rganman. Goh yo'lakda, goh yuvinish xonasida. Miau. Lekin Mittivoy, biz foydalanayotgan narsalar atrof muhitga zarar yetkazmasligi kerak-da. Qara, paypog'ing gul bargini sindiray deyapti.
Axir tuvakdagi bu o'simlik xonamiz havosini tozalab, chiroyli g'unchalari bahri dilimizni ochib turibdi-ku. Meow. Ichimlik ichib, uni idishini ko'chaga uloqtirmasligimiz kerak. Bu ekologiyani buzish bo'ladi. Chunki hammaning ozoda joylarda yashash va toza havodan nafas olish huquqi bor. Menimcha, endi Mittavoy hammasini tushundi. Meow. Odilbek, 67-moddada davlat qulay investitsiyaviy va ishbilarmonlik muhitini ta'minlaydi deyilibdi. Bu nima degani? Mana tasavvur qil, nonushta uchun qaymoq, non, yana biror narsa olaman deb do'konga kirding. Do'konda esa hech narsa yo'q. Peshtaxtalar bo'm-bo'sh. Voy, bunaqasi ketmaydi. Axir hamma yeguliksiz qoladi-ku. Shuni aytaman-da, biz kundalik zarur buyumlarga muhtoj bo'lib qolmasligimiz va tovarlarni arzonroq narxda olishimiz uchun tadbirkorlar uni ko'proq va sifatliroq ishlab chiqarishi kerak. Buning uchun esa ularga sharoit, yaxshi muhit, ko'proq pul kerak. Xorijdagi tadbirkorlar bilan ham hamkorlik qilishadi. Ular O'zbekistonga o'z mablag'lari, takliflari bilan kelishi mumkin. Shunda korxonalar yana ham rivojlanadi. Ha, O'zbekistonda tovarlar, xizmatlar, mablag'lar erkin harakatlanishiga kafolatlanadi. Ya'ni, yuqorida aytganimizdek, tadbirkorlar bemalol har xil mahsulotlar ishlab chiqaradi. Odamlar uni butun mamlakatimiz bo'ylab sotib oladi. Monopol faoliyat esa qonun bilan tartibga solinadi va cheklanadi. Bu degani qaysidir mahsulotni faqat bitta korxona ishlab chiqarishi mumkin emas. Hamma tadbirkorlar erkin ishlashi kerak. Bitta mahsulotni har xil turdagisi va nomdagisini ko'rgansiz do'konlarda, to'g'rimi? Ha, albatta. Menga shokoladlarning yong'oqlisi yoqadi. Meow. Nyam nyam. Mittavoy, yana ozgina sabr qil. Meow. Lekin ba'zida tabiiy monopoliya bo'lib qolishi mumkin albatta. Buni shunday tushunish kerak. Biror faoliyatda kimdir vaqtincha ishtirok eta olmaydi. Masalan, uyingizga vodoprovod suvi kelgan. Bu tez-tez almashtiriladigan va qayta-qayta ulanadigan narsa emas-ku, to'g'rimi? Xonadonlarga vodoprovod suvini tortib kelish bo'yicha, demak, bitta korxona shug'ullansa ham bo'ladi. Chunki boshqalari bundan foyda ko'rmaydi va bu yana kimgadir katta mablag' va qiyinchilik tug'diradigan masala. Do'stlar, tabiatga zarar yetkazmaslik haqida yuqorida gapirib o'tdik-a? Bu bo'yicha Konstitutsiyamizning 68-moddasida muhim qoida belgilangan. Yer osti boyliklari, suv, o'simliklar va hayvonlar dunyosi umummilliy boyligimizdir. Ulardan oqilona foydalanishimiz kerak. Ularni davlat muhofaza qiladi. Qizil kitob haqida eshitgansiz-a? Unda ovlanishi taqiqlangan hayvonlar va kesilishi mumkin bo'lmagan o'simliklar ro'yxati bor. O'zbekistonda qo'ng'ir ayiqni, jayron va oqqushlarni otish mumkin emas. To'g'ri, Adolatxon. Yana biz tabiiy boyliklarimiz bo'lgan gaz, suv va boshqalarni tejab ishlatishimiz kerak. Odilbek, yer ham umummilliy boyligimiz-a? Albatta, agar qonunlarga ko'ra oqilona foydalansak va umummilliy boyligimiz sifatida uni asrasak, yer mulkimiz bo'lishi mumkin. Bu haqida 68-moddada aytilgan. Aslida yerimiz ona tabiatimizning mulkidir. To'g'ri. Umummilliy boylik deb esa ulardan butun xalqimiz foydalangani uchun aytamiz. Meow. Menimcha, bugungi moddalarni tushuntirib bo'ldik. Mittavoyning ortiq sabri qolmadi, Odilbek. Uni ovqatlantirmasak bo'lmaydi. Albatta, Adolatxon. Mittavoy, ana endi stol ustidagi yeguliklardan yeyishing mumkin. Ruxsat senga. Meow. Nyam nyam. Bugungi mavzudan o'zingiz uchun muhim joylarni belgilab olishni unutmang, do'stlar. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha.